ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganin sezilmasdan manzil sari iltadi. Vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi. Bulutlar tarqadi, mana keldi bahor, qushlar sayradi, kimlarni topishtirib va kimlarni ayradi. Kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon, chunki endi maktab xayr, katta hayotga salom. Unutilgan sinfdoshlar, hatto gurbadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar. Va qani bolalik do'stlaring, bitta xabar biz tugadik. Yangi notanishlar sanga yaqinroq aka-ukadik. Eski hayotimdan balki xayolim to'yganmalik, Nokia'da bo'lsa ham videoga sarlab qo'yganman. Fanisini topshirishda tan olaman, kam bo'lardim. Nokia'da screenshot qilishni faqat men bilardim. Esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishib ko'rardik. Darsdan qochganlarni kalta kiyishi, so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishi. O'qituvchini mot qilardik, o'zaro kelishib 6 soatiga deyarli dam olmasdim. Hatto och qolganimda